Okala hozirgi kunda qurilayotgan 2 sotuv, 3 sotuv uchastkalarining narxiga kattaroq hovli so'raganlar uchun ikkita oila bemalol maza qilib yashaydigan 8,5 sotuvlik uchastkamizni sotuvga qo'yildi. Bu ko'rib turgan uchastkalar 8,5 sotuv 5 ta xona, 2 ta oshxona, 2 ta sanuzel, bitta katta hovliga ega. Uyga tegi to'liq podval qilib yuborilgan, elektr mashinasi uchun zaryadchi moslamasi tashab ketilgan. Xonalarni ko'rsatib o'tmadim. Xonalar yevro remont holatda, chunki hozir videoga vaqt yetmaydi. Hovlimizning ko'rinish qismi. Hovlimizning ikki qismga bo'lib qo'yilgan, sababi chorvachilikka qiziqadiganlar bo'lsa, hovlimizning bu yoq qismi yashash qismi, ikkinchi qismi chorvachilik uchun joylar qilib ketilgan. Bu ko'rib turgan joylar manzili Toshkent tumani Keles Abdurahmonovda joylashgan Mo'ljal Havas Market bo'ladi. Havas Market yonidagi mahalladan ichkariga taxminan 300-400 metr kiriladi. Bu ko'rib turgan uchastkalarning narxi $150,000 so'ralyapti. Hozircha bu aytilayotgan narx. Kelib ko'ringlar, ma'qul kelsa tepasida yaxshigina savdosi bor.